Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrdonlar. Ayni damda men Buxoro shahar jinoiy ishlar sudidaman. Bu yerga kelishimdan maqsad hozir mahalla 7ligi bo'yicha ishlab turganimizda uchastkoviy, ya'ni Buxoro shahar Hamid Olimjon mahalla profilaktika katta inspektori, katta leytenant Sulaymonov Mirfayz bilan uchrashganimizda u o'zining shikoyat arizachilarini aynan shu yerga olib keldi. Hozir ichkaridagi tafsilotlar bilan batafsil sizlarga ma'lumot beramiz. Bugungi sudni olib borayotgan sudyamiz Buxoro shahar sudi tergov sudyasi Yodgorov Suhrob Amirovich bo'ladilar. Marhamat, ichkariga kiramiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudi binosida ochiq sud majlisida Yodgorovning raisligida sudya yordamchisi Safar Behuz qatnashyapti. Yodgorova Nigora Shaydullayevna, Shodiyev Shahzod Yo'ldoshevich, sizlarga oid ma'muriy javobgar to'g'risida kodeksida 183-moddasi bilan ma'muriy ish ko'rib chiqilyapti. Shodiyeva Nigora Shaydullayevna, shaxsga aniqlik kirita olamiz. Qachon qayerga tug'ilgansiz? Yodgorova Nigora Shaydullayevna. Nechinchi yilda tug'ilgansiz? 72 yilda. Millatingiz ma'lum? O'zbek, o'rta maxsus. Oilangiz? Oilali. Mashq qilasiz hozir? Men hunarmandman. Buxoro hunarmand uyushmasiga a'zoman. Usta hunarmand 10 yildan beri faoliyat olib boraman. Yaxshi, sizni huquq majburiyatlaringizni tushuntirib o'taman. Advokat tanzimot xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Sud qarorisidan shikoyat keltirish, dalillar berish, ko'rsatuvlar berish kabi huquq majburiyatlari. Tushunarlimi? Ish bo'yicha Shodiyev Shahzod Yo'ldoshevich, sizni shaxsga aniqlik kirita olamiz. Shodiyev Shahzod Yo'ldoshevich 1997-yil 8-sentyabrda tug'ilgansiz. Millatingiz o'zbek. Oilangiz? Oilali. Ma'lumotingiz? O'rta maxsus firmada ishlayman. Yaxshi, yashash manzilingiz? Buxoro shahar Alpomish ko'chasi 7/17. Advokat tarjimon xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Sud qarorisidan shikoyat keltirishingiz mumkin. Ko'rsatuvlar berish va dalillar taqdim qilishingiz mumkin. Tushunarlimi? Qani chaqiring dedim, gaplashib olaylik, ana endi ishlab bitdi. Yo'q, bu kishi ketganlar, ayol turibdilar. Kutib o'tirdim, qani keladilarmi deb. Kelmadi ham. Chiqdim ayolning orqasidan. Qani mana aytdim, chaqiring bu yoqqa, gaplashib olaylik. Yo'q, ketdilar u kishi. Yo'q, ayollari taksi chaqirib minib ketdilar. Bu kishi akazitsiya o'zi aytibdilar-ki, men o'sha yoqqa edim, orqada o'tirgandim, yashirinib. Keling endi dedim, o'g'lim, nega kelmadingiz? Ish yuzasidan ko'rsatuv berish uchun so'zni Shodiyev Shahzod Yo'ldoshevich sizga beramiz. 4-iyun kuni ertalab xotinim mazasi bilan turuvchi o'g'limni tomga yetishib bo'ldi. O'shanga skora chaqirdi. Skora 40 minut tushunib kelmadi skora. Men Ximika banchaga o'zimiz bordik, o'zim olib bordim. Yerda bizga направление berdilar, lekin internetga borib analiz topshirasizlar. Internet bordik, analiz topshirishga uchratib o'tirdik. Kameradan zapisda ko'rinib turibdi, что biz barvaqt kelganmiz. Bizdan kim oldingi odam bizlar shu o'ra ikki xil o'chiradi. Masalan, bitta o'chiradi to'lov uchun, to'lovni qilingandan keyin yana o'chirib olinadi. O'sha chekni направлениясini olib, keyin doktorga kirish uchun. Shu kirdilar, o'chiradi, bizdan oldin o'tdilar. Xotinim gapirdi bu kishiga. Shodiyev, jamoat joyida yoshi onangiz bilan barobar teng bo'lsa, o'zidan katta odamda hurmat va munosabatda bo'lish kerak emasmi? To'g'risida bu kechasi 3-farzandim nobud bo'lsa edi, affektsiya anasida edim o'sha vaqtda. Undan keyin chiqqanimizga profilaktika inspektorini huzurlariga borganimizga o'sha vaqtda ham bir necha marta so'radim. Nomer telefonlarini bering, men bog'lanib uzr so'ray, tushuntirib beray holatni deb. Iltimos qildim, o'zlari telefon qilib berishlarini. O'zlarining telefonlaridan, hatto o'zingiz nomeringizni telefon sizga o'zim sostayanam o'zim ularni nima berayotganimda boshlanadi. Chunki 3-farzandimni men boy beruvdiman, 4-inchisi unga ham shu holat bo'layotganda. Shifoxonaga hamma dard bilan boradi. Hamma nimadir kasallik bilan og'rigani uchun boradi. Siz har qanday vaziyatda ham og'ir vazn bo'lishingiz kerak. Kattaga, yoshga nisbatan hurmat, izzat bo'lish kerak. Jamoat joyida o'zidan katta odamni nojo'ya so'zlar bilan haqorat qilib, ommani o'ziga e'tiboringizni qaratyapsiz.
so'rashga tayyorman. Chunki hozir otam onam yo'qlab, xotinim bilan bir o'zim turaman. Unda ham shu ahvol. Doktorlar zachiynalari bilan bergan dorilarni hammasini o'zim qilib kelaman. Yodgorova, Napa? sud sizga. Nima so'raysiz suddan? Adolat qonun bo'yicha man ayollarni tushunib turibman, o'zlarini ham tushunib turibman. Mayli yengilroq unaqa bo'lsa ham, jazo bo'lsa ham, lekin bundan keyin manga o'xshagan ayollarni, kim bo'l ayollarni, yoshi kattalarni hurmat qilishni o'rgansinlar. Mani maqsadim shu. Yodgorova Nigora Shaydullayevlarga oid O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 183-moddasi bilan bo'lgan ish 271-moddasi 10 prim bandiga asosan tomonlar o'zaro yarashganligi munosabati bilan harakatdan tugatilsin va u ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinsin. Hurmatli do'stlar, mana o'zingiz ham ko'rdingiz, jinoiy ishlar bo'yicha biz shahar sudida edik va sudyamiz mana har ikki tomonlama ishni ko'rib, xulosani ham o'qidilar. Endi esa hozir mana shu zalda sudyamizga aytadigan savolim bor edi. Hurmatli ustoz, aytingchi, mana xuddi shunaqa mavzu sizga kundalik tartibda juda ko'p uchrab turadi. Albatta, siz qonuniy va adolatli xulosa qilishingiz kerak bo'ladi. Bugungi ish hujjatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, ish hujjati taraflarning fikrini eshitib, dalillarga har bir dalilga baho berib, ish holatidan kelib chiqib, adolatli qaror qabul qilindi deb o'ylayman. Bizning maqsadimiz qonun ustuvorligiga jazo muqarrarini ta'minlash bilan birga, lekin adolatni ustun qo'yishimiz kerak. Shunday. Sudga kelayotgan har bir fuqaro o'z haq-huquqini himoya qilishga shubha bilan kelmasligi kerak. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ikromjon Nurmurod Tursunovning tegishli farmoyishlariga asosan viloyat rahbariyatidan ham tegishli mahallaga biriktirilgan mas'ul rahbarlar mavjud. Ular eng huquqiy bo'g'in hisoblangan mahalla bo'g'iniga tushib, bizga yaqindan yordam berib, qolaversa har bitta murojaat, mahalladagi fuqarolarning muammolarini o'zlari kelib to'g'ridan-to'g'ri o'rganmoqdalar. Bu esa albatta biz mahalla xodimlari, profilaktik inspektorlarga yaqindan berilgan yordam hamda ko'mak hisoblanadi. Rahmat suhbatdoshim. Hurmatli do'stlar, advokat va jurnalist loyihasining bugungi sonida mana ko'rdingiz, sud zalidan ushbu ko'rsatuvimizni olib bordik va xalq bilan birga faoliyat ko'rsatayotgan barcha yurtdoshlarimizga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.